Injektor uстановka qilib qo'yilgan 2021-yildan emas, olib haydashligiga tayyor kelib qoldi. Mashina polniy navrat qilib qo'yilgan. Holatlari ham zo'r bo'lib turibdi. Salonlari ham polniy koja qilib qo'yilgan. Kojalari ham yaxshi bo'lib turibdi, yomon bo'lib ketmagan. Nexus dinagacha uстановка qilib qo'yilgan. 7 dipolik, linoleum, Malibu bar, Malibu rычаг, беспроводной zaryadkalari bilan oynalarigacha elektronniy qilib qo'yilgan. Pioneer original matfollarga qilib qo'yilgan. Video registrator, antiradar hamma narsasi bor ekan. 970 pullargacha uстановка qilib qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha to'liq variantda shumizolyatsiyagacha bo'lgan. Eshiklari ham bitta barmoq ochilib, bitta barmoq yopiladi. Orqa oynalar qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan. Bunaqa to'rtta yaxshi yumshoq bizga balonlargacha taqib qo'yilgan, gellar bo'lagacha uстановка qilingan, oldi faralarigacha ledli uстановка qilib qo'yilgan. Mashinaga 4-pokoleniya metangal uстановка qilingan, okalar. Bu 3-pokoleniya emas, 4-pokoleniya. Motor, ходовой, коробка moslarida ishlari yo'q. Xudo xolasa olasizlar, masa haydasizlar. Kraskalari bor, suyagi butun, detallari almashmagan, et-betlariga sepilgan. Xo'p, kraskasini probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Olib mazza haydashingiz uchun $5150 bo'lsa berib yuboramiz.